yo'qda bilyapti, oldin bilmagandim. Iloyim. Hoji tog'ami holatlarida bemorlarimiz ko'p. Bemorimiz Rishton tumanidan kelganlar. Bemorimizda surunkali bosh miya ishi miyasi, Alsgeymer kasalligi tashxisi qo'yilgan. Hamroh kasalliklardan tekshiruvlar natijasida surunkali xolestit, sid yo'llarida asoratlanmagan infeksiyasi kasalligi qo'yilgan. Xo'p, asosiy kasallik bo'yicha bemorimizda jidcha fikrlash, ozgina chalg'ish bo'lgan, xotira pasayib qolgan, eslab qolish qobiliyati, qo'liga berilgan pulni ham hattoki miqdorini bilmaydigan darajaga kelganlar. Hali sanoqda adashib qolganlarda. Hozirgi holatlari ancha yaxshi, xudo xolasa. Bemorimizni qarovchiga muhtoj bo'lganliklari uchun o'zlarining ayollari qarab yotibdilar. Bugun xudo xolasa nechanchi kunimiz? 10-chi kuni, xudo xolasa. O'zgarishlar. Xo'p, Hojona bitta narsaki, bu videoyimizdan maqsad shunaqaki, shunaqa bemorlar hozirgi paytda ko'pda. Bitta Hoji tog'am o'zida emas. Bu narsa sizlarga ham nima bo'lib qolmasin, faqat men bizda shunaqa bo'ldi, hech kimda yo'q degan narsa bo'lib qolmaslik kerak-da. Hoji tog'amning holatlarida bemorlarimiz ko'p aslida. Endi bu kasallikni bilganlar bor, bilmaganlar bor. Bu shunaqa bilmaganlar uchun qanaqadir ijtimoiy tarmoqda yordam bo'lsin uchun shunaqa videolar ishlab chiqaramizda. Xalq ko'rsin, qanaqadir shunga o'xshagan shikoyatlar kuchayib ketmasligini oldini olish maqsadi. Kuchayib ketmasdan oldini olib, lichenalarda qilsak yaxshi bo'ladi degan maqsadda shunaqa videolar chiqaryapmiz. Xo'p, Hoji tog'amning uydagi jarayondagi holatlari, kelgan holatlari qanaqa bo'lgan? Emas, oldin uyda nima o'tdi, bilmardim uncha. Hozirga kelgan doktorga kelgan joyda yaxshi o'zgarish. Bilmaslik, eslab qolish qobiliyatlari qanaqa bo'lgan? Kam nima bo'lib qolgan? Kamayib qolgan, chalg'ish, fikrlash asosiysi. Hozir yaxshi, oldingidan zo'r. Xudo xolasa. Sizlarga ham rahmat. Ancha o'zlariga kelib qoldi. Yurak tomondan ham juda shikoyatlari bor edi. Ha, jigar nimasida. Jigar nimasi ham, uni ham dovlanib. Yurakda qanaqa nima o'tkazgan edik oldin yurak tomondan? Yurakda narshina o'tganmi oldin? Yuragidan nechanchi yil bo'ladi? Shu 15 yilcha bo'lib qoldi. 2011-yilga qanaqa operatsiya o'tkazganmiz? Esimizda bormi? Klapinni yangilaganmiz. Ana, esda bor ekan mana. Savolni o'zlariga berayotganimiz sababi qanday darajada eslarida. Shu. Endi mana ko'ryapsiz, har xil nimalar, misol psixologimiz kirib gaplashdi, qisman o'zini motivatsiyalarini berdi, o'ziga yarasha ko'rsatmalarni beryapti. Ozgina chalg'ish uchun qanaqadir o'yinlarga qiziqtirilyapti. Asosiysi esda bor. Esda bo'ldi, hamma joyga keldi. 2011-yilgi holatda klapan yetishmovchiligi bilan operatsiya o'tkazganlarda bemorimiz hozirgi paytda ozginagina quvvatsizligi bor xolos. Qayerda bo'lgan bo'lsa ham, operatsiya qayerda bo'lgan edi? Toshkentda. Toshkentda bo'lgan edi. O'sha Toshkentdagi operatsiyadan keyingi holatda hech qanaqa muammo bo'lmagan. Faqat bu o'sha yoshga xos ozgina bitta ikkita sabablar bilan shu kasalligimiz rivojlanib qolgan. Hozir umuman yaxshisiz, Hoji tog'a. Umuman esingizdan chiqaring. Xo'p, bu bo'lib o'tgan jarayonlarda kasallikni esdan chiqaramiz. 3 oyda davolanamiz. Yana bitta, xudo xolasa, lichenalar yakunlanib qolsa, tabletkalar ko'rinishida yozib beramiz, ichib turasizda. 3 oy davomida o'zingizni ehtiyot qilib bitta licheniya qilamiz. Unda yana ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Maqsad etapma-etap oldinga yurib, eski o'sha qaysi holatda bo'lsangiz, o'sha holatga qaytarib qo'yish. Hozirgi holatingiz zo'r, xudo xolasa. Zo'r, rahmat. Alloh shifo bergan. Mesestralarga rahmat, sizlarga. Klinikamiz haqida fikrlar aytaverasiz. Yaxshimi? Ataylar Rishtondan kelganlaringga yarasha bor ekanmi? Foydasini bildik. Yaxshi. Kim bo'lsa hamma kelsin, davolansin, shifo topsin. Deganimki, uzoq joydan menga kelib eshitib, mana kelgansizlar, eshitib kelib davolanish oson emasda. Uzoq joydan kelib davolanganlaringga yarasha sizlar natija olishlaring kerak. Sizlar o'shanga yarasha hurmat, e'tiborga ega bo'lishlaring kerak-da. Shundan o'zingizda xudo xolasa qoniqish yaxshi. Ha, yaxshi, rahmat. Men ham yo'qda bilyapti, oldin bilmagandim. Iloyim. Shifo bo'lgani rost bo'lsin, Hoji tog'a, yaxshi bo'ling. Men shu yerdaman. Kunlaringizni olasiz, yana gaplashamiz. Xo'p.